Mana bugun keyingi manzilimiz aylanma kanaliga qarashli kanalning muhofaza zonasida joylashgan 1 gektardan ortiqroq joyga kanalni boshlig'i Sahobiddin aka rahbarligida makkajo'xori urug'i ekildi. Bu joy o'zi umuman tashlandiq joy edi. Qancha ishchingiz bor hozir qo'lingizda? 7 ta ishchi bor. 7 ta mana ishchilari bor. Mana 7 ta ishchini qo'shimcha daromad bilan ta'minlash maqsadida makkajo'xori maydoni tashkil qilingan. Bundan tashqari yordamchi xo'jalikda mana quyon, tovuq, bedana va yana qo'y, 14 ta qo'y, har bir kishi boshiga 2 tadan hozir qo'ylarni ko'rsatamiz. 14 ta qo'y va ko'plab yordamchi xo'jalik uchun amaliy ishlar qilingan. Mana aylanma kanalda bedanachilik ham tashkil qildik. Hali bu bedanachilik sinov tariqasida tashkil qilingan, chunki bu hududda hali bedanachilik ishga tushirilmagan edi. Sinov tariqasida 50 ta bedana olib kelganmiz. Agar bu narsani hozir bu joyda ko'paytirish imkoniyatlari kengayib borsa, buni mana shu yil oxirigacha 1000 taga yetkazamiz. Bu ham mana yordamchi xo'jalikni rivojlantirish uchun amalga oshirilgan ishlar sirasiga kiradi. Mana bugundan o'zi tuxumga kiribdi. Kunlik olinayotgan tuxumlar mana hozir faqatgina xodimlarimizga tarqatilyapti. Kelgusida bularning tuxumlaridan daromad olish ham rejalashtirilgan.